To'g'ri, internetda $1700, $1800 ham Matiz'lar qo'yishyapti, lekin borib haydab ko'rib qarasangiz, grob bo'yatibdi. Yaxshi mashina olmoqchi bo'lganlar uchun mana shu 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinasi sotuvimizda mashinani hadovoylarida, motorlarida umuman ish yo'q, tayyor. Mana lupali mankalar qo'yilgan, faralari ham led qo'yilgan, mashinaga 4 ta yaxshi yumshoq yangi balonlar qo'yib qo'yilgan, diskasi bilan komplekt qo'yilgan, yangi 4 ta qo'qon diska, balon qo'yilgan, gazda umuman yurmagan. Tak, eshiklari, bagajlari shumizolyatsiya bo'lgan. Haydash uchun tayyor mashina. Salon ko'rinishlari ham zo'r holatda. Lasetti rul qo'yilgan. Tak. 285 ming kilometr yurgan, mana yaxshi nakitkalar qo'yib qo'yilgan, monitorlari ham bunaqa o'zi kirib chiqib ketadigan monitorlardan qo'yib qo'yilgan. Magikar pultlari ham bor mashinaning. Orqa salon ko'rinishlari ham zo'r holatda, kolonkalarigacha qo'yib qo'yilgan. Mana shipkalarni ko'ryapsizlar. Mashina 2010-yilda ishlab chiqarilgan, $500 bilan nasiya savdoga ham beriladi. Yaxshi mashina, kimga qiziq bo'lsa, o'zimizning nomimizda baribir arzon mashina olib ham $600 dan oshib, оформлениyaga pulingiz ketadi. Bemalol telefon qilsanglar baraka qilamiz.